Assalomu alaykum. YouTube kuzatib o'tirgan aka-ukalarimiz, barchalaringizni mana shu ko'rib turgan 5 ta mashinalarimiz srochni sotiladi. Narxlari juda arzon va qulay. Buni albatta bir tavta like bosib, video oxirigacha tomosha qilishlarini so'rab qolardik. Birinchi turgan mashina yili 92-yil Opel Caravan Prostoy FK. Motor 1.6, to'lka benzin. Qiymati yo'q, narxi 15 ming so'm. Yana muomalasi bor. İkinci mashina keladigan bo'lsak, Opel Hatchback yili 97-yil. Narxlari 35 ming so'mdan yana muomalasi bor ekan. Buni ko'rib turgan aka-ukalarimiz ichkari salonlarni bemalol tomosha qilishlaringiz mumkin. Mana praviklari. Gazi yo'q buni. Dokumentchi yangi 1 yillik dokument qilingan utilizatsiya. 347 04 45 44 telefon nomerida bemalol murojaat qilaverasizlar. Opel Astra Hatchback. Bunisiga keladigan bo'lsak, mana bunisi yashil. Bu ham Hatchback. Yili 97-yil. Buni ham narxi 35 ming so'm. Lok borisida. Ichkari salonlarni ko'rsatamiz. Balonlari normal sostoyanida. Diskalar prostoy. Svetlari yaxshi, sostoyanisi cho'tka. Buni gazi yo'q-a? Gazi bor ekan buni. Torpedalari, salonlari, lok, orqa salon. Pichka-michkalar ishlayapmasi? Hammasi qo'ydi. Qaysana? Kondisionerlari ham bor ekan buni. Hammasi bitta kalitda zavodi bilan. Mercedesga qizoydan aka-ukalarimiz Zaychik. Elegans 95-yil yili. 95 mi? 97-yil ekan yana. Narxini 45 ming so'm deyapti, yana muomalasi bor. O'teli, dokument, hamma narsasi qo'ydi. Diska, balonlar. Kimga qiziq bo'lsa, azakalar, ukalar aloqaga chiqaverasizlar. Mana mashinalarda aylanib sostoyanlarni syomka qilyapmiz. Telefon nomeri aytib o'tib ketyapmiz. 3 oxiriga keladigan bo'lsak, oxirgi siladi. 40 ming so'm yana muomalasi bor deyapti. 2 yili 2013-yil. Mana 1 yillik dokument, o'tel, texnik motor, hamma narsasi bor ekan. Ichkari salonlari. Subwoofer, pamfer, hamma narsa qoidaviy. Cho'tka ramalari. Aylanmasiga polni ko'rish mumkin. Qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tdik degan umiddamiz. 347 04 45 44 telefon nomerida murojaat qilaverasizlar. Yana bir bor. Opel Caravan so'ragan aka-ukalarimiz. Opel Caravan buni Prostoy FK. Arzon narxda 15 ming so'm. 15 ming so'm yana muomalasi bor. Telefon nomer egalarniki. Ichkari salonlari. Endi ba'zi aka-ukalarimiz bir xil zapcha so'rashi mumkin, boshqa so'rashi mumkin. To'g'ri gap, jigarlarimiz kerakli joy bo'lsa, bemalol arzon narxda xarid qilasizlar, mashinalarningiz to'g'ri olsangiz bo'ladi demoqchiman. Qo'ldan kelgancha mashinalar sostoyani zo'r, behad, bunday tugilib qolgan mashinalar emas.
Uchovini yili 97, bittasi 2013, bittasi 92-yil. Ikkovini uchovini dokumenti bor.